bola bilan ko'proq shug'ullanish kerak. Bola bilan emotsional kontakt o'rnatish kerak, quchoqlab qo'yish kerak. Eng zo'r maslahat, ana 1 yosh bolangiz bor, sizga murojaat qilmoqchi, nimadir kerak bo'lsa, teng bo'lib olinglar deyman. Bo'yingizni teng qilib oling yoki ko'tarib oling yoki o'tirib oling. Bola qachonki siz bilan tenglik huquqini sezsa, oldinga yuraveradi-da. Yana ham rivojlanish hozir tepadan turib baqiramiz, kichkina bo'ladi. O'zingizdan masalan gigant tepangizga kelsa, birinchi navbatda qo'rquv bo'ladi, chekinish bo'ladi-ku. Bolada ham xuddi shunaqa. Hissiyotlarini bildira olmaydi, jim o'tira qoladigan narsa bo'ladi. Bir xil baqirib keladi, kimdir jahlini boladan oladi. O'shaning uchun emotsional tenglik o'rnatib olib turib, bola bilan muloqot qilinsa, o'sha zo'r bolaga yordam beradi. Siz bilan gaplashib, juda ham o'zimga kerakli, katta ma'lumotlarga ega bo'ldim. Rahmat kattakon. Balkim ba'zi onalarga foydali ma'lumotlar bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Birinchi o'zimga 4 ta bolam bor, eng katta ma'lumotlarga ega bo'ldim siz bilan gaplashib. Bilimimizni qizg'anligimizni, lej bu onalarni o'sishi uchun. Rahmat. Kelajagimizda aqlli bolalar bo'lishi kerak hammasi.